Salom hammaga. Men yozayotgan hikoyalar yoqyapti deb umid qilaman. Agar men yozgan hikoya yoqqan bo'lsa, o'z fikringizni yozib qoldiring. Xullas, men sizlarga aytib berayotgan Sharq mamlakatlaridagi qahramon animesi haqida. Bosh qahramon Shiori 13 yoshda, hozirgi men o'qiyotgan hikoyada. Xullas, bu bosh qahramon oldingi hayotida iblislar hukmdori bo'lgan bo'ladi. Faqat qiz bola. Keyin Silya sifatidagi hayoti ikkinchi hayoti bo'ladi. Keyin undan oldingi hayotida Shiori iblislar hukmdoriga qarshi jang qilgan bo'ladi. Undan oldin Silyani o'sha dunyoga chaqirishgan bo'ladi. Keyin unga sehr va qilishni o'rgatishgan bo'ladi bir qirollikda. U qirollik iblislar va odamlar o'rtasidagi shartnomani bo'lishini xohlamaydi. Shuning uchun iblislar va odamlar o'rtasidagi shartnoma borligi haqida unga aytishmagan bo'ladi. Keyin Silya oldingi hayotida Shioriga qarshi chiqqan bo'ladi. Shiori Silya uni o'ldirishga qo'yib bergan bo'ladi. Chunki Silya asl haqiqatni bilmasligini bilgan bo'ladi.